Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi bilan Qozog'iston Respublikasi Parlamenti Majlisi o'rtasidagi parlamentlararo hamkorlik kengashining navbatdagi yig'ilishi Buxoroda bo'lib o'tdi. Unda delegatsiya rahbarlari o'tgan yili Olmaota shahrida bo'lib o'tgan parlamentlararo hamkorlik kengashi majlisida ko'rib chiqilgan masalalar va istiqboldagi rejalarni muhokama qildilar. Tafsilotlar xususida muxbirimiz so'z yuritadi. O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida keng qirrali strategik hamkorlikning asosiy yo'nalishlaridan biri parlamentlararo muloqot maydonini kengaytirish sanaladi. Shunga muvofiq, davlatlar o'rtasidagi aloqalar, prezidentlar o'rtasidagi kelishuvlarning bajarilishi bo'yicha parlamentlar oldida turgan vazifalar muhokamasiga bag'ishlangan navbatdagi yig'ilishga Buxoro shahri mezbonlik qildi. Ta'kidlanganidek, so'nggi yillarda davlat rahbarlarining qat'iy siyosiy irodasi, oliy darajadagi uchrashuvlari tufayli O'zbekiston bilan Qozog'iston o'rtasidagi yaxshi qo'shnichilik, strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlari yuksak darajaga ko'tarilib, ko'p qirrali hamkorlik bo'yicha yo'nalishlarda jadal rivojlanib bormoqda. Ikki mamlakat prezidentlari parlamentlararo aloqalarni yanada rivojlantirishga alohida e'tibor bermoqda. Bu boradagi tashabbuslar ijrosini ta'minlashda parlamentlarning rolini yanada oshirish maqsadida o'zaro munosabatlar parlamentlararo hamkorlik kengashi darajasiga ko'tarildi. Ushbu yo'nalishlar tor doiradagi uchrashuvlarda keng muhokama qilinmoqda. Bugungi yig'ilishda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi madaniy, gumanitar hamda turizm sohasidagi hamkorlikni bir qancha qirralari tahlil qilindi va bu borada shu narsalar aytib o'tildiki, hozirgi kunda aynan ta'lim sohasini rivojlantirish va ta'lim sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha 280 ga yaqin hujjatlar imzolangan bo'lib, bu hujjatlarda demak, ikki davlat o'rtasida kadrlarni tayyorlash, kadrlarni almashuvini ta'minlashga xos bo'lgan aniq vazifalar o'rin olgan va mana kelajakda ham demak, ta'lim sohasi, fanni rivojlantirish, kadrlar almashinuvi va turistik salohiyatni rivojlantirish borasida aniq maqsad va vazifalarni oldimizga qo'yib oldik. Aynan ikki davlat rahbarlarining siyosiy irodasi tufayli mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar mutlaqo yangi, misli ko'rilmagan darajada yuqori hamkorlik va ittifoqchilik bosqichiga ko'tarildi. Endilikda biz aniq yo'nalishlar ustida ishlayapmiz. Qayerda nimani yaxshilash mumkin? Qayerda deputatlar hukumatlarga yordam berishi mumkin yoki o'z takliflarini bildiradi. Bugun biz iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, ta'lim, madaniyat va raqamlashtirish kabi keng ko'lamli masalalarni muhokama qildik. O'zbekiston va Qozog'iston tovar ayirboshlash hajmi Markaziy Osiyo tovar ayirboshlash 80% ni tashkil qilyapti. Va bevosita albatta bu hududda Markaziy Osiyoni rivojlanishida, Markaziy Osiyoni yana barqaror bo'lishida ikkita davlat o'rtasidagi hamkorlik, davlat o'zaro ish olib borishi juda katta o'zining ahamiyatiga ega. 2025-yilning o'zida mana 5 milliard dollargacha tovar ayirboshlash ko'rsatkichga erishildi. O'tgan yili Qozog'iston Respublika prezidenti davlat tashrifi davomida ushbu ko'rsatkich yana ham katta 2 milliard dollarga yetkazishga kelishib olindi. Ishonamizki, ushbu bo'lgan muhokamalar natijasida ikkala davlat o'rtasidagi, parlament o'rtasidagi hamkorlik yana ham demak chuqurlashadi va ikkita davlat o'rtasidagi hamkorlikni rivojlanishiga katta zamin yaratadi. Parlamentlararo hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirish, uni yangi mazmun bilan boyitish, qonun ijodkorligi sohasida o'zaro tajriba almashish masalalari bo'yicha ham yig'ilishda alohida so'z bordi. Tomonlar yakunda ikki davlat rahbarlari o'rtasida erishilgan oliy darajadagi kelishuvlarning ijrosi ustidan doimiy parlament nazoratini o'rnatishga kelishib olishdi.